Hurmatli kuzatuvchilar, Rishtonimizda Qoq sentrida joylashgan Davlat xalq qabulxonasining oldidan kirganda 6 etajli binoyimizning 2-etajida 3 xonadan iborat bo'lgan chiroyli kvartiramizda ichki tashqi ko'rinish hollari bilan tanishib chiqamiz. Xonadonimizning ichki ko'rinish variantlari. Xonadonimizda umumiy kattaligi 68 kvadrat metr bo'lgan. Kirganimizda yaxshi sanuzelari bor ekan. Eng yaxshi ma'lumot uchun aytib ketaman, hamma jihozlari qoldirib ketilar ekan. Olasiz, faqat ko'chib kelib yashaydigan holatda. Ichkariga kirganimizda birinchi oshxonasi ko'rishingiz mumkin. Gazlar, bag'irlar yotdi. Kelinlarimiz, xojonalarimiz eng suygan joyi oshxona. Hamma jihozlardan jihozlangan ekan. Hamma jihozlarni oldirib ketishar ekan. Ma'lumot tariqasida aytib ketamiz, eng oxirgi avlod Katarina tizimlari bilan jihozlangan ekan. Qishda, yozda kunida umuman muammo bo'lmaydi. Aytgancha, bizni ijtimoiy tarmoqdagi gruppalarimizga, kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Rishton uy-joy sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilaman.